Bo'ldi, yig'lama. Ha, biz jiyan nima yig'layapti? Tinmay yig'layapti. Turga borishim kerak. Bor hozir telefon qilib ber menga. Mana yig'lamayapti-ku. Aka, nima bo'lyapti? Tinmay yig'layapti o'g'lim. Mana bir yaxshi uxlab yotibdi-ku. Berchi. Ana yana yig'layapti-ku. Do'stingizga bering. Dadasiga qaytaring. Berchi. Ana yana yig'layapti. Tushunarli. Xullas, o'g'lingiz do'stingizni hidiga o'rganib qolgan. Bu meditsina tilida hidizm deyiladi. Yo'q. Jinnimisan, men sizlar bilan qanday yashayman? Iltimos jo'ra bir haftagina. Oshirib yuryapsan, Iltimos, mullaka yo'q demang. Bir o'zim qanday qarayman bolam? Men yordam beraman, jo'ra, men yordam beraman. Juda katta yordam qilyapsan lekin. Bilmayman, o'zidan o'zi yig'layapti. Bola nima yig'layapti? Yo'q. Aytsang bo'lmaydi. Siz ayting. Sen aytgansan, ayol kishisan-ku. Voy, siz o'rtog'isiz-ku. Nima? Ana bolani parkka aylantirib kelar ekansan. Kechqurun soat 11 dami? Kechqurun chiroyli bo'ladi-da park. Kim aytdi? Doktor aytdi. Mana parkka keldik, xavotir olma. Ne? Aytsang bo'lmaymi, jiyan? Xavotir olmamiz. Mana hozir mana bu charxpalakka mindik jiyan bilan. Jiyan qolib ketibdi-ku. Aka! Dadasi. Ha? Tabriklang. Nima bo'ldi? Yaqinda ota bo'lasiz. Yo'qmi? Zo'rga! Kecha parkka bekor borib bizda.